Zelyoniy krokodillar bor bilasizlar shaharda. Ularni qo'liga tushmaymiz deb o'ylagandim. Afsuski ularni qo'liga tushdik. Hozir bitta shu shtraf qolgan, qilinmagan. Mashina parkovkadan olib ketishibdi. Endi qanday parkovkada choy ichaman deb yo'lni chekkasiga tashlab ketibdi. Hozir endi shuni hal qilgani kelganmiz. Здравствуйте. Машину забрали и документы в машине. Заявление. Видите, вот заполняете. Ага. Представьте. Инициатор задержания у вас ГИБДД зал. Там нужно будет получить протокол. Обручева, да? У вас Обручева? Нет. У меня Обручева? Да. У вас сейчас скажем. Сколковское шоссе, мне сказали. Сколковское шоссе 29. 29, да. Совершенно верно, да. Там получаете протокол, и с этим протоколом уже сюда. Gayga kelganmiz. Dokumentlarimiz olib qoldi. 1,5 soat vaqt kerak ekan. O'shanga bor aylanib kel deb chiqazordi. Hozir o'tiribmiz endi kutib. Yana 1,5 soat vaqt qoldi. 1,5 soat deganda qog'ozlarni oldik. Ikkita qog'oz berishdi. Birinchisi постановление, ikkinchisi protokol. Постановление 3000 shtraf. Protokol bu mashinani olishlik uchun. Скажите, за эвакуацию сейчас будете платить со скидкой, которая составляет 9337,50. Можно потом, но 12450. Вот с фамилией, Как вы будете платить? По QR-коду через терминал? По карте. Так. Mashinani ham oldik, shtrafni to'ladik, mana 9600. Bu shtraf agar joyida olsangiz 9600 so'm bo'lar ekan. Agar keyin to'layman desangiz, skitkasi bo'lmas ekan. Keyin 12400 so'm bo'lar ekan. Bundan tashqari yana 3000 shtrafimiz bor. 1 oyda ichida agar to'lasangiz 25% skitkasi bo'ladi. Общий yabig'i bilan shu 12000 atrofida aylanyapti. Yana undan tashqari bir 4 soatcha yaqin vaqt ketib qoldi. Gayga bor, unda 1,5 soat kut, yana qaytib kel. Shuning uchun akalar ehtiyot bo'lasizlar. Bitta kichkina xato sizlarga 12000 ga aylanishi mumkin. 12000 просто.